Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek tilshunosligi kafedrasi professori Muhabbat Qurbonova. Bugungi darsimiz tilshunoslik nazariyasi fanidan tilning paydo bo'lishi haqidagi farazlar mavzusiga bag'ishlanadi. Darsimizning rejasi quyidagicha. Tilning kelib chiqishi haqidagi nazariy yondashuvlar. Ikkinchi, tilning paydo bo'lishiga oid asosiy farazlar. Oxirgi rejamiz zamonaviy lingvistika nuqtai nazaridan bu farazlarni baholash. Darsimizning tayanch so'zlari quyidagicha. Til va jamiyat, madaniyat tarixi, tilning paydo bo'lishi, analogistlar, anomalistlar, tovushga taqlid nazariyasi, undovlar nazariyasi, mehnat hayqiriqlari nazariyasi, ijtimoiy kelishuv nazariyasi. Tilning kelib chiqishi haqidagi nazariy yondashuvlar quyidagicha. Biologik, ijtimoiy, psixologik, kognitiv va antropologik. Biz mana shu 5 ta yondashuvga qisqacha izoh berishga harakat qilamiz. Biologik yondashuvda til inson biologik evolyutsiyasining mahsuli sifatida qaraladi. Tilning shakllanishi odamning miyasi, nutq apparati va asab tizimining rivojlanishi bilan bog'liq. Bu yondashuvning asosiy g'oyasi quyidagicha. Til biologik evolyutsiya davomida shakllangan tabiiy hodisadir. Ikkinchi yondashuv bu ijtimoiy yondashuv. Bunga ko'ra til ijtimoiy munosabatlarning mahsuli sifatida paydo bo'lgan deb qaraladi va buning asosiy g'oyasi esa til jamiyatdagi ijtimoiy aloqa va mehnat ehtiyojidan. Bu ikkinchi yo'nalishning asosiy g'oyasi til jamiyatdagi ijtimoiy aloqa va mehnat ehtiyojidan tug'ilgan hodisa hisoblanadi. Uchinchi yondashuvimiz psixologik yondashuvda til inson tafakkurining ifodasi, ya'ni ichki ruhiy jarayonlarning tashqi shakli sifatida talqin qilinadi. Til bu yondashuvda ichki psixik faoliyat va ongning ifodasi sifatida ko'riladi. Asosiy g'oyasi til tafakkur va ongning rivojlanish mahsulidir. Keyingi yondashuvga ko'ra antropologik, ya'ni madaniy yondashuvda til insoniyat madaniyati, urf-odatlari va ijtimoiy qadriyatlari bilan uzviy bog'liq deb qaraladi. Bu yo'nalishning asosiy g'oyasi quyidagicha. Til madaniy va ijtimoiy qadriyatlarni ifodalovchi ijtimoiy hodisadir. Oxirgi yondashuvimiz bu bilish bilan bog'liq kognitiv yondashuv. Bu zamonaviy tilshunoslikda til bilish jarayonining bir qismi sifatida o'rganiladi. Til faqat muloqot emas, balki bilimlarni kodlash va qayta ishlash mexanizmi ham deb qaraladi. Asosiy g'oyasi til inson aqliy faoliyatining markaziy elementidir. Tilning kelib chiqishi haqida quyidagi asosiy g'oyalar, farazlar mavjud. Tilning kelib chiqishi haqidagi g'oyalarga to'xtaladigan bo'lsak, ular quyidagicha. Tovushga taqlid nazariyasi, mehnat hayqiriqlari nazariyasi, undovlar nazariyasi, ijtimoiy kelishuv nazariyasi, ilohiy va diniy faraz va evolyutsion ijtimoiy biologik faraz. Undovlar nazariyasi til insonning tabiiy hissiy hayqiriqlari va emotsional reaksiyalardan paydo bo'lgan deb qaraladi. Mehnat hayqiriqlari nazariyasida esa til birgalikdagi mehnat jarayonida muloqot zarurati sifatida paydo bo'lgan deb qaraladi. Ijtimoiy kelishuv nazariyasiga ko'ra til insonlar o'rtasidagi ongli kelishuv, ijtimoiy shartnoma asosida shakllangan. Ilohiy diniy farazga ko'ra til Xudo tomonidan insoniyatga berilgan ilohiy sovg'a sifatida e'tirof etiladi. Keyingi oxirgi farazimiz bu ijtimoiy biologik faraz. Bunda til insonning tafakkuri, ong va ijtimoiy taraqqiyoti natijasida asta-sekin rivojlangan deb qaraladi. Bugungi darsimizda sizlar bilan tilning paydo bo'lishi haqidagi farazlarga qisqacha to'xtaldik. Bu farazlarni barchasida qaysidir ma'noda ilmiy haqiqat bor. Bu tilning paydo bo'lishi haqida muayyan bir tasavvur, bilimni bera oladi. Lekin hech qaysi faraz tilning paydo bo'lishi haqida to'lig'icha qamrab ola olmaydi. Bu
Bu jihatdan demak hali tilim fanimizda qilinadigan ishlar anchagina. Demak, bu farazlarni barchasida qandaydir ilmiy haqiqat bor, o'sha muammoni qaysidir jihatdan aniqlab bera oladi. Lekin hech qaysi faraz tilning paydo bo'lishi haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Bu jihatdan ularning cheklanganligi, ularning demak o'ziga xos tomonlari fanda juda yaxshi ochib berilgan. Bugungi darsimizni shu yerda oxiriga yetkazamiz. Keyingi darsimizda uchrashguncha sog' bo'ling.